Assalomu alaykum jigarlarim. Biz oldingi videolarimizda buyrak kasalliklari bo'yicha juda ko'p videolar chiqazgandik. Mana hozirgi kunda buyrak kasalliklari bo'yicha chiqazgan videolarimizdan keyin juda ko'p murojaatlar kelib tushyapti. Shuning uchun buyrak faoliyatida muammosi bor. Hozirgi kunda dializga o'tib qolgan insonlar juda ko'p. Buyrak kasalligidan, yuragida tuz toshlardan aziyat chekayotganlar bor. Siydik yo'lida tuz toshlar turib qolgan insonlar juda ko'p murojaat qilishyapti. Biz sizlarga tabiiy mahsulotlarimizni qanoq qilib foydalanish va buyrak kasalligidan qanoq qilib xolis bo'lishlikni sizlarga tavsiya beramiz. Buyrak kasalligida mana oddiy misol o'zimizning namatak siropi bu organizmni tozalovchi, buyrak shamollashlari va qolaversa buyrak faoliyatini yaxshilovchi, organizmni tozalovchi tabiiy giyohimiz. Bu faqat namatak sirop emas, bunga tarkib qilib qo'shimcha ham qo'shilgan, juda natijasi yaxshi bo'lyapti. Mana shu giyohlarimizni, mana inson organizmi immunitetni ko'taruvchi, jigar kamqonligi, buyrak kasalliklarida mana shu mahsulotlarimizni tavsiya qilamiz. Giyohlarimiz tabiiy giyohlardan tarkib topgan, nojo'ya ta'sirlari yo'q, 100% kafolatli. Mana bunga qo'shimcha buyrakdagi toshlardan, karotin moddalari, mochevinalar kuchli bo'ladigan bo'lsa, mana tabiiy giyohlarimiz. Bu tabiiy giyohlarimiz 14 xil giyohdan tarkib topgan, qolaversa qondagi karotinni, mochevinalarni yaxshilaydi, buyrak faoliyatlarini yaxshilaydi, qolaversa hazm faoliyatimizni ham yaxshilaydi. Bu giyohlarimizni olib ichasiz, 10 kun, 15 kunda o'zi natijasini ko'rsatadi. Nimagaki biz bu giyohlarimizni 3 oy olib iching yo 6 oy olib iching demaymiz. Demak, 40 yildan beri sinovdan o'tgan tabiiy giyohlarimiz. Mana bu gulchiroy parashugimiz. Bu buyrakdagi toshlar, qovug'ida turib qolgan toshlarni maydalab bezarar tushirib beradi. Qolaversa, bu giyohlarimizni sinovdan o'tgan 40 yildan beri bu giyohlarimizni foydasi tegib kelayotgan. Shuning uchun sizlarga ham tavsiya qilamiz. Bu giyohlarimizcha unaqangi qimmat emas, hamyonbop, insonlarga foydasi keladigan giyohlar. Bu giyohlarimizdan hattoki dializ olayotgan insonlar ham dializdan chiqib, mana hozir oilalarning bag'rida, xursandchilikda hozirgacha bizni duo qilib o'tishyapti. Bu giyohlarimizda juda ko'pchilikka foydasi tegib kelgan. Hozirgi kunda masalan shu giyohlarimizni olib, ertalab olib ketib ichib, kechga toshlarni ko'tarib kelgan insonlar ham bo'lgan. Nimaiki bu bezarar, qovg'i yo'liga yo siydik yo'liga turib qoladigan nojo'ya ta'sirlari yo'q. Agar shu videomiz sizga yoqqan bo'lsa, bu giyohlarimizdan tuzalgan insonlarning natijalarimizni bilmoqchi bo'lsangiz, YouTube kanalimizga o'tib ko'rishingizni tavsiya qilib qolamiz. Video silkasi opisaniyada yozib qoldirilgan. Shu videolarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, bundanda qiziqarli tabiiy giyohlardan shifo topishni istasangiz, shu videomizni saqlab qo'ying. Qolaversa, profilimizga a'zo bo'lib qo'ying. Buyrak kasalligidan aziyat chekayotgan insonlarga jo'natib qo'yishingizni tavsiya qilamiz.